Alloh taolo Hujurat surasida shuni aytyapti. Agar payg'ambar sizlarning aytganingizni qiladigan bo'lsa, o'zingiz mashaqqatga tushib qolardingiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo sizning qalbingizga iymonni mahbub qildi. Uni qalbingizda zinatli qilib ko'rsatdi. Unda qalbingiz orom oladigan qilib qo'ydi. Va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val asyan. Kufr, isyon, fosiqlik ishlarini qalbingizga jirkanch qilib ko'rsatdi. Jirkanch deb bildirdi. Natija nima bo'ldi? Natija payg'ambarimiz sahobalari boshqalarning anbiyolari, boshqa qavmlarning anbiyolariga iymoniga yaqin darajadagi iymonga kelishdi. Boshqa nabiylarning sahobalaridan ko'ra, izdoshlaridan ko'ra Nabiy alayhisolatu vasallam izdoshlari fidokor bo'lishdi. U zotni asrab avallashdi va dinni butun olamga yoyishdi. Nafslarini fido qilishdi, jonlarini fido qilishdi, farzandlarini fido qilishdi, borlarini fido qilishdi Rasululloh uchun. Haligi Iso alayhisalomni havoriylari qilgan ishni qilishmadi. Iso alayhisalomni topshirib yuborishmadi yahudlarga. Nima qilsanglar qilinglar deb. Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga keladigan ozorlarga bag'rlarini ochib qo'yishdi. U kishiga kiradigan tikon, oyoqlari kiradigan tikon ularning ko'ziga kiradigan bo'ldi. Nima uchun? Ular chunki Nabiy alayhisolatu vasallam sevadilar. U zotga oshiqlar. Nabiy alayhisolatu vasallamda hayotlarining mazmunini topadilar. Haligi farzandingiz yoki molingiz yoki ota-onangizga keladigan ozorga ularning tana og'risa sizning ichingiz og'rigandek sahobalar Nabiy alayhisolatu vasallamga nisbatan ana shunday bo'lishdi. Ana shundan keyin din ilgari yura boshladi, ilg'or yura boshladi. Ana shundan keyin din olamga yoyiladigan bo'ldi. Magaram faqat aqlning e'tirofi, aqlning iqrori bo'ladigan bo'lsa, din bu darajadagi fidokorlikni tarix ko'rmagan, misli ko'rilmagan fidokorlik maydonga kelmagan bo'lar edi.